Hop, kecha sizlar bilan bir mavzuni oxirigacha o'tishga ulgurmagan edik. Ma'lum bir texnik sabablarga ko'ra biz o'shani davom ettirishga harakat qilamiz. Prezentatsiyamiz ko'rindimi? Ha, ko'rinyapti. Ko'rindi domla. Hop, agar adashmasam shu joyda to'xtagan edik. Ha, Kecha zapisni ham tashiyman esimdan chiqibdi. Uni ham bugun xudo xohlasa jo'natayoraman. yaxshi Ko'rib bo'lardi, xudo olamiz. xohlasa. Yo'q, hammasini jo'natishga harakat qilaman, xudo xohlasa. Anaqa bo'lmasligi uchun hammada ham internet bir xil emas, hammani ham sharoiti bir xilda emas. O'shaning uchun mayli bir anaqa bo'lsa, agar kirish olmayotgan bo'lsa, boshqa bir anaqa bo'lgan bo'lsa, yo'q beramiz, ko'rib boshqatdan qo'yaverishadi. Rahmat. Muammosi yo'q. Xo'sh, 80-yillarga kelgan edik, esinglarda bo'lsa, o'sha vaqtda ya'ni LAN va WANlarni o'zaro bir solishtirish sifatida ko'rilgan edi. LAN va WANni eslab o'tamiz, nima edi o'zi? Qanaqa tarmoqli edi? Здравствуйте. Lockout bittasi. WAN это всемирная сеть, а LAN это локальная. Рафаэль aka, здравствуйте. Здравствуйте. Как всегда активные, да? Ну а куда ж деваться? Вчера вас не было, Nima кажется? qilib- Нет, я был, просто у меня тут тоже чуть-чуть техник носов это. А, Одно ухо перестало слышать, и микрофон что-то глючило. Ну, я потом в конце лекции подключился, ну, уже как бы время закончилось. понятно, Надеюсь, понятно. сегодня я весь на 100% там Спасибо. Я так думаю, что с вами. ни у кого из нас не будет никаких проблем. Доведем Да. до конца сегодня. Итак, у нас keyingi prezentatsiyamizga mana o'tdik. Keyingi slaydimizga o'tadigan bo'lsak, bizada 2000-yillarga qarab qadam qo'yyapmiz, konvergent tarmoqlarning shakllanishi kelyapti. Ya'ni buni asosiy xususiyatlari nimalardan iborat bo'lgan? Ovoz, video va ma'lumotlarni yagona tarmoq orqali uzatish, infratuzilmani unifikatsiya, bitta tarmoqqa turli xizmatlarni qo'llab-quvvatlash, samaradorlik va xarajatlarni kamaytirish, IP protokollaridan foydalanish, ya'ni TCP/IP protokollari hamda qo'llanilishi keng korporativ tarmoqlar, internet provayderlar, bulutli texnologiyalar. Esinglarda bo'lsa, web dasturlashga kirish web ilovalar edi, agar adashmasam. Sizlar bilan o'tganimizda web 1.0, web 2.0, web 3.0, web 4.0 degan atamalarni o'tgan edik. Agar eslash qobiliyatiga pand bermayotgan bo'lsa, esinglarda bormi? Yo eslamayapsizlarmi? Adashmasam u web 2.0 bu nima versiyani nimasi emasmi? Endi o'sha internet rivojlanishida bir-biriga mana hozir bo'ldi. Internet rivojlanishi nimasida, tarmoqlarda ketma-ketlik rivojlanishda hozirgi paytda qaysi nimada o'tyapti savol beruvdingiz, to'g'ri. mana esinglarda bo'lsa 90-yil, 2000-yil, 2000-yil, 2010-yilgacha bo'lgan davrlar deb gaplashgan edik, esinglarda bo'lsa. Xuddi ana o'sha, ya'ni 2000-yillardan boshlangan bo'lgan davrda o'sha bizani web, agar adashmasam, web 2.0'imizga hozirgi holatdagi to'g'ri kelayotgan ma'lumotlarni ko'rsatgan. Xo'p, bu tarmoqlarning afzalligi nimadan iborat ekan? Infratuzilmani soddalashtiradi, turli xizmatlar uchun alohida tarmoq yaratish talab etilmaydi. Xarajatlarni kamaytiradi, yagona infratuzilma kamroq texnik xizmat talab qiladi. Tizim boshqaruvini yaxshilaydi, barcha xizmatlarni markazlashtirilgan holda boshqarishni osonroq. Moslashuvchanlik va kengayish imkoniyati, turli xizmatlarni qo'shish va kengaytirish oson. Xo'p, imkoniyatlari. IP telefoniya, IPTV va bulutli xizmatlarni rivojlantirish, ma'lumotlar, ovoz va video yagona IP tarmoq orqali uzatish imkoni paydo bo'ladi. Tarmoq texnologiyalarining unifikatsiyalashuvi, Ethernet, MPLS kabi texnologiyalar tarmoqlarni birlashtirishda muhim rol o'ynaydi. Mobil internet, 4G, 5G texnologiyalari mobil qurilmalarda ovoz, video va internet xizmatlarini yagona tarmoq orqali ishlatish imkoniyati
yaratiladi. Xo'p, bu ma'lumotni o'qigandan keyin haligi bir 2000-yildagi o'zinglarni bir esladinglarmi? Haligi telefondan foydalanishinglar yoki internetdan qanaqa holatda foydalangansizlar? Ana o'sha narsa esinglarga tushdimi? To'g'ri. Birinchi telefon Chilida yurardi. mobil telefonda biz H+ni E'da ishlatardik. Keyin sekin-sekin H+ bo'ldi, keyin 4G, keyin 5G Hmm. Internetni rivojlanamiz. o'sha domashniy orqali Birinchi ishlatardik. E'da Birinchi ishlatardik. domashniy vizit berardi, Keyin keyin qaytarib berib ulanardi. Faqat kartochka orqali ulanardi internetga. Hmm. Tarix eslatyapti. Rosa kuchtab ulanardi. Hali Hojiboy Tojiboy aytadi, telefonni bitta olsa SMS ketadi degandek, xuddi shunday internet ham shunday ishlaganda boshida. Hop, keyingi slaydimizda mahalliy va global tarmoqlarning integratsiyalashuvi haqida ma'lumotlar ketgan ekan. Hop, demak, birinchisi ma'lumotlar uzatish usullari texnologiyalarning uyg'unlashuvi deyilgan. Ya'ni optik tolali, ya'ni optofiber deyilgan aloqa liniyalari ikkala tarmoq turida ham keng qo'llanila boshlaydi. Ma'lumotlarni raqamli kodlash tamoyili LAN va WAN tarmoqlari uchun umumiy standart sifatida qabul qilingandir. Hop, keyinchalik buning ichida global tarmoq protokollarining evolyutsiyasi bo'lgan. Ya'ni o'sha ko'rsatilgan mana 90-yillarda Frame Relay va ATM texnologiyalari joriy etiladi. Bu esa yuqori tezlikda barqaror axborot uzatish imkonini beradi. Ushbu texnologiyalar ishonchli aloqa kanallaridan foydalanishni talab qilmaydi. Chunki ma'lumotlar yo'qolgan taqdirda ham ularni qayta jo'natish protsedurasi yuqori darajada dasturiy ta'minotga yuklanadi. Xo'p, keyingisida mana yana Ethernetda universal tarmoq texnologiyasiga aylanish haqida ko'rsatilgan. Xo'p, aytyaptiki, mana faqat mahalliy tarmoqlarda ishlatilgan deyapti, lekin uning soddaligi, yuqori tezligi va moslashuvchanligi uni global tarmoqqa ham tatbiq etish imkonini berdi deyilyapti. Keyinchalik mana Carrier Ethernet deyilgan bu yangi avlod Ethernet texnologiyasi bo'lib, u nafaqat mahalliy, balki global tarmoqlarda ham samarali ishlay boshladi. Ethernet va IP kombinatsiyasi global va mahalliy tarmoqlarni birlashuvini tezlashtirdi va tarmoqlarni yaratish hamda boshqarish jarayonini ancha soddalashtirdi. To'g'ri, menimcha bu narsamiz. Agar boshqalar bilan solishtiradigan bo'lsak. Hop, keyingi ikkala masalan o'sha LAN va WANni birlashtirishi, ularni to'g'risida gapirilgan. IP'lar bilan ishlash vaqtida Ethernet, TMLS, Token Ring, ATM, Frame Relay kabi etillikki boshqa texnologiyalarni qo'llanish haqida bir qisqacha ma'lumot berib o'tilgan. Nimaga u bunaqa bo'lib ketib qolyapti? Sizlarda yaxshi ko'rinyaptimi? Chap tomondagi harflari menda smartfonlar konvergentsiyasining yangi bosqichi degan so'zi ozgina o'ynab ketib qolibdi. O'ynab qolibdi. Да, у нас то же самое. PDF qolsam bo'lar ekanda keyingi safarga. Xo'p, 80-yillarda deyapti, ya'ni SDN Integrated Service Digital Network texnologiyasini paydo bo'lishiga olib keladi deyilyapti. Va bu raqamli telefon tarmog'i bo'lib, u ovoz va ma'lumotlarni bitta kanal orqali uzatish imkonini bergan. Ammo SDN asosan telefon tarmog'i bo'lib qoldi. U to'liq universal multiservisli tarmoq bo'la olmadi. Natijada yangi avlod multiservisli tarmoq sifatida Ethernet shaklida, sababi dastlab Ethernet fayllar va elektron pochta almashinuvi uchun ishlatilgan, keyinchalik u ovoz aloqa, ya'ni video qo'ng'iroqlar, IP telefoniya va hatto ijtimoiy tarmoqlarni qo'llab-quvvatlash imkoniyatiga ega bo'lgan. Xo'sh, oranglarda aytaylikki o'sha video vizov deymizmi, video qo'ng'iroqlar yoki IP telefoniya ishlatganlar bormi? Bor. Video vizit hozir ham bor-ku. Yo'q, video vizov deyilgandachi, u mobil qurilmadagi video vizov emas. Endi men sal video vizov deganda sal noto'g'ri savol berdim. O'sha nima deymiz? O'sha
telefondan xabarlashish. Qarang, video selektorlarda o'tirganmiz. Mhm. Video selektorlarda shuni siz aytgan narsa kelib chiqadi-yu. Mhm. To'g'ri, Buni video selektor asosan qatnashganimiz video selektorlar bo'lganda. biz magistraturada o'qib yurgan vaqtimizda taxminan 2009 yil edi, agar adashmasam, magistraturani 2008-2010 o'qigan bo'lsak, 2009 yilda bir mutaxassis kelganda bizga bir seminar qilib, seminar shaklida keltirilgan. 2009 yilda hozirgi texnologiyalar yo'q edi. To'g'ridan to'g'ri unaqa bog'lanish usuli bo'lmasdi. O'shanda u bizga internet orqali, ya'ni dunyoni xohlagan burchak bilan bemalol foydalanish imkoniyatini bitta misol ko'rsatilgan. 2009 yilda masalan bir eslasanglar bilasizlar, chet el bilan gaplashish juda murakkab bo'lgan, juda ko'p narsa talab qilgan, juda ko'p sarf xarajat talab qilgan. Ana o'shanda o'sha mutaxassis kelib, oddiy internetdan, telefonni internetga ulagan holatda dunyoni xohlagan burchagiga telefon qilib, faqat internet uchun pul to'lab, boshqa narsaga pul to'lamaslikni o'sha bo'yicha bir master klass o'tib ko'rsatib berib ketgan edi. O'sha paytda eslayman, Skype'midi o'sha paytda. yo'q, Skype emas edi. Bilasizlarmi, u yerda o'sha o'zini ikkita qurilmasi, ya'ni telefon qurilmasi olib kelgan. Ko'rinishi aniq esimda yo'q. Fax bo'lsa kerak. Yo'q, lekin jonli gaplashilgan. Fax chiqqan-u. Ya, faks qog'ozda. Faqat ma'lumotlar uzatiladi Usmonali, ba'da video qo'ng'iroq deyaptilar ustoz. Video qo'ng'iroq qilib bergan ekan. Yo'q, video qo'ng'iroq emas. O'sha oddiy qo'ng'iroq bor-ku. Ha. Ovozli qo'ng'iroq. Oddiy qo'ng'iroqni o'sha aytaylikki xohlagan burchaklarga foydalanib ko'rsatasizlar deb, misol uchun o'zimizda o'sha joyi o'zida, ya'ni ikkita switch, ikkita telefon orqali, ya'ni internet orqali ulab turib, bizga o'sha narsani ko'rsatib bergan edi. O'sha vaqtda o'zida bor edi u narsa. Hozir mana 90-yilda to'g'risida gapirilyapti, to'g'ri. 90-yilda bizda hali kirib kelmagan bo'lsa ham, 2000-yilda, 90-yilda narsa kirib kelmagan bo'lsa ham, keyinchalik baribir kirgan. Ya'ni o'sha 2009ni esladik, hozir 2009-yilda shu narsani endi amalga oshirilayotgan vaqt edi bizda. Xo'p, smartfonlar konvergensiyasining yangi bosqichi deyilyapti. Ya'ni smartfonlarning paydo bo'lishi tarmoq konvergensiyasida muhim qadam bo'ladi. Nimaga muhim qadam bo'ladi deb o'ylaysizlar? Nima deb o'ylaysizlar? Rivojlanishi, axborot ko'payishi. Endi smartfonlarda nima desa bo'ladi, kompyuterda vazifasini ham bajargani ko'proq. Shuning sababli muhim qadam bo'lganini hisoblanadi. Yo'q, mana qaranglar, sal Muslimbek fikringizga ozgina qo'shilmayman. U vaqtda telefonlarda hali hozirgi kompyuter shakli kelish yo'q edi. Ya'ni o'zlarini qanday eslaylar? 2010-yillarni eslaylar. Nodirbek. Menimcha, telefonlar o'zi aqllashib boravergan sari yangi приложениялар, yangi texnologiyalar sozdавать qilingan, yangi kashf qilingan, shunga moslashib ketgan. Shuni konvergensiya qilib demoqchi bo'lgan. Mening fikrim bo'yicha. Ya, o paytda o'sha paytda masalan oldin 2G bo'lgan. SMS haqida gap ketyaptimi shunda? Xo'sh, qaranglar, bitta misol bilan sizlarga tushuntirishga harakat qilaman. GPRS eslay olasizlarmi? GPRS? Ha. GPRS nima edi? GPRS ma'lumotlar smartfon o'rtasida xabarlar yozilardi. Xabarlar yozilardi. Ana endi faqat uni ko'proq o'sha internet deymizmi yoki boshqa bir o'sha internetga o'xshash bir texnologiyalarga asoslanib rasm jo'natilardi, eslaysizlar? O'sha JITda birinchi formati internetniki. O'sha GPS texnologiyasi derdi. Shunday, J edi, keyin E bo'ldi, keyin H bo'ldi. Demak, ayni smartfonlarda o'sha konvergensiya ana o'shandan boshlanganda. Shunday, MMS. Keyinchalik rivojlanib bordi. Hozir kompyuter bo'lmasa ham telefonda ko'p narsani bitira olamiz, ko'p ishimiz bityapti.
Ha. Hozirgi payt shunaqa. Hop, yana kelib prezentatsiyaga qaytamiz. Ya'ni tarmoq konvergensiyasining asosiy sababi ma'lumotlarni raqamli shaklda uzatish bo'ldi. Demak, e, tarmoqda bilasizlar, ma'lumotlar raqamli ko'rinishda bo'ladi. Agar boshqa bir liniyalar orqali uzatilgan bo'lsa, demak uni signal turlari o'zgarib boraveradi. Ya'ni kompyuter tarmog'ini o'zida esa bu narsa mana ko'rinib turibdiki, agar tashqariga chiqmaydigan bo'lsa, u o'sha raqamli ko'rinishida amalga oshirish mumkin bo'ladi. Xo'p, keyingisida konvergensiyalashgan tarmoqlarning sifati deyilyapti. Xo'p, tarmoqlarning birlashuvi yangi muammolarni yuzaga keltiradi. Masalan, video va ovoz ma'lumotlarini kechikishni, xizmat sifati pasayishini sabab bo'lishi mumkin deyilyapti. Shu sababli ya'ni QoS Quality of Service usullari ishlab chiqildi deyilyapti. Ya'ni QoS texnologiyalar quyidagilarni ta'minlaydi. Birinchisi bo'lib, ovozli aloqa uchun minimal kechikishlarning, ma'lumotlar uchun barqaror o'rtacha tezlik hamda paketli uzatishda tarmoq resurslaridan optimal foydalanish. Ya'ni o'sha tepada ko'rayotgan kamchiliklarni bu orqali ya'ni to'g'irlashga harakat qilinar ekan. Hop, internet tarmoq texnologiya rivojlanishining asosiy omili, ya'ni 3W haqida gap ketyapti. Ya'ni internet bu telekommunikatsiya tarmoqlari evolyutsiyasining eng yuqori cho'qqisi bo'lib, insoniyat tarixidagi eng tez rivojlangan texnik tizim hisoblanadi. 1980-yillardan boshlab internet nafaqat o'z hajmini kengaytirdi, balki sifat jihatdan ham muntazam rivojlanib bordi. Hop, internet hajmini turli ko'rsatkich asosida baholash mumkin. Eng asosiylari internetga ulangan terminallar, qurilmalar soni, foydalanuvchilar soni, ma'lumot uzatish tezligi va umumiy trafik hajmi. Hop, nimadir qo'shishimiz mumkinmi bunga? Nima deydi? Boshqatdan bering savolni. Mana qayli internet hajmini turli ko'rsatkichlar asosida baholash mumkin. Eng asosiylari deyilyapti. Ya'ni internetga ulangan terminallar, ya'ni qurilmalar soni ko'paygani, foydalanuvchilar soni ko'paygani va ma'lumot uzatish tezligi va umumiy trafik hajmini oshganligi. Ya'ni eng asosiy baholash bir ko'rsatkichi deyapti. Shu ko'rsatkichga yana biror bir narsa qo'shishimiz mumkinmi? Barqarorlik qo'shishimiz mumkin adashmasam. Prognoz, a? Yuklamachi. Anavi sun'iy intellekt emasmi? Yuklama. Manimcha internet barqarorligidan orqali ham Yuklama o'sha umumiy trafik ichida ketadi-da. Yuklama, barqarorligi ham shuncha kirib ketadimi? Xo'sh, barqarorlik. Chunki shu bilan ham o'lchash mumkin-ku, internetni tarqatish barqarorligi yaxshi bo'lmasa, tezligi ham, yuklama ham, foydalanuvchi soni ham qiynalib qoladi-yu. Demak, ham qo'shib qo'yish imkoniyatimiz bo'ladi. Shunday. Xo'p, mutaxassislarning prognozlariga ko'ra deyilyapti, internet hajmi va sifat jihatdan o'sishda davom etadi. Ya'ni IoT texnologiyalari, ya'ni narsalar interneti yoki internet narsalari deb yuritiladi, hammada har xil. Millionlab maishiy va sanoat qurilmalari internetga ulanadi. Xo'p, bormi hozirgi holatda? Ya'ni maishiy va sanoat qurilmalari deyilyapti. Bizani holatda sanoatni ko'ra olmaymiz-ku, maishiyni ko'rishimiz mumkin. Misol qilib ayta olaymi biror bir Maishidan bor narsani? hozir. Sanoatni bilmadim, maishiy texnikalardan почти hozir hamma narsa internetga bog'liq. Kameradan tortib, mikrovolnovka, telefoningizdan boshqarsangiz bo'ladi-ku hammasini. Misol uchun yana bitta hali uydan chiqib ketayotganda nima deymiz? Ana sun'iy intellektni otib bir narsa chiroqni o'chir deymizmi? Alisani Alisa. aytyapsiz, to'g'rimi domla? O'sha. Alisa. Alisani aytamiz. U ham misol bo'la oladimi? Misol Bo'la oladi ustoz. Hammasi Intellekt internetga to'g'ri. bog'liq.
Xo'p, bulutli texnologiyalar axborotni saqlash va qayta ishlash internetda asoslangan holda amalga oshiriladi. Bulutli texnologiya kerak emasmi? Kerak albatta. Kerak ustoz. Foydasi katta jihati. Juda katta foydasi. Misol uchun, bulutli texnologiyalarni o'zi aslida ko'proq nima fikrimni agar to'g'ri tushuntirgan bo'lsam, ko'proq yoshlar yaxshi tushunishadi, yaxshi foydalanishligi mumkin. Yoshi kattaroq o'sha shaxslarimiz to'liq tushunmaganligi uchun bir qanaqadir qabul qilishligi qiyin bo'ladi. Xo'sh, 5G va 6G internet tezligi tarmoq imkoniyatlarini keskin oshiradi. Bizda menimcha hozir eng yuqorisi 5G mi? 6G chiqib bo'lgan. Hozirgi O'sha- paytda umumiy tuman shaharlarda 5G uncha yo'q, yetib kelmagan 4G. Ustoz, O'zi standart domla 5G endi bor, pastda. 5G bor. O'zbekistonda hamma joyda eng nima ko'pi 4G, Etaqiga 5G faqatgina 4G. Toshkentda ba'zi bir joylarda ishlaydi. 200 metrga ham o'shanaqa joylarda ishlaydi, sentrlarda. Aslida eng hozir Ba'zi bir yuqori joylarda O'zbekistonda emas. 4G. Ba'zi bir joylarda emas, aka. Siz telefoningiz agar 5G ni shu поддержать qilsa, sentrda Chorsu atrofida navbatchi rayongacha ishlaydi 5G. Baribir 5G ham- shaharlarda o'zi ishlaydi-da, tumanlarda, chekka qishloqlarda 5G Ya, yetib ya. kelmagan hali. 3G, Ben 4G Toshkentda nazar tutolma, viloyatda nazar tutayapman. Hop, demak, o'z odatda bilasizlarki, o'sha nima qo'llanilgan bo'lsa ham, nima yengillik qo'llanilgan bo'lsa ham, birinchi o'rinda bu narsa o'sha poytaxtda yo'lga qo'yiladi. Ya'ni poytaxtda yo'lga qo'yilib, demak, oldin sinovga o'tkaziladi, keyin yo'lga qo'yilgandan keyin sekin-sekin astalik bilan boshqa bunaqalarga uzatiladi. Qo'shilyapti, domla gapingizga. Ular mana Kim gapiryapti? Ovozi o'chib qo'ydi o'sha odamni. Sherali kim? o'chirmaydi. Biratan, ovozni o'chirib qo'ying, iltimos. Sherali aka, ovozingiz domlaga xalaqit beryapti. Men o'zim o'chirib qo'ydim, bo'ldi. Menimcha anaqalarga qo'qib Joyida shekilli bitta o'rtaga bitta savol bersam bo'ladimi, aka? qo'limdan kelgancha, bilimim yetgancha, ustam. Anaqani uchta W ni ma'nosini kimdir biladimi? World Wide Web so'zidan olingan jahon o'rgimchak to'ri Endi deganini men aytadi. o'rtaga degandim. Domla siz bilishingizni bilaman, men o'rtaga degandim. Endi mendan so'radingizmi deb o'ylayapman-da. Ya, endi o'zbekcha ma'nosini kimdir biladimi shuni? Bo'ldi, mana jim Domla o'tiraman. aytganda o'rgimcha ma'nosini bildiradi-da. Butun dunyo o'rgimchak to'ri. Dunyo o'rgimchak to'ri degan, agar to'rdan to'ri daslovni tarjima qiladigan bo'lsak, dunyo o'rgimchak to'ri degan ma'noni anglatadi. Dunyo o'rgimchak to'ri. Chunki o'sha World Ya, Wide Web. o'rgimchak to'riga o'xshab haydalashib ketdi o'sha. Hop. Keling, davom To'riga etamizmi? aylanman bo'ldi. Bemalol, prosta orada bitta savol bering. Ya, bemalol hech kim misol uchun bilib tug'ilmaydi. Hamma so'raydi bilmagan narsasini. So'raganingizga men qarshiligim yo'q. Savol bersanglar men xursand bo'laman. Lekin bir narsa esingizdan chiqmasinki, men ham 100% bilmayman-da, bilgan narsamni javob beraman. Bo'lsam bilmaydiganim o'rganib keyin javob berishim mumkin bo'ladi. Это да, это Мадина. Yana kimdir qo'shilyapti gapga bor. Sanjar aka mikrofonda. Ha, bo'ldi. Bo'ldi, o'chirib qo'ydim. Xo'p, Mani mikrofonim yoqilib qoldi. Men bor uzri. Yo'q, chiqish yo'q. Xo'p, tarmoq qurishning umumiy tamoyillari. Xo'p, tamoyillariga nima kirar ekan? Bitta ko'raylikchi. Demak, ikkita kompyuterdan iborat eng sodda tarmoq. Xo'p, ikkita kompyuter bir-biriga ulashimiz mumkinmi? Ulash mumkin. Xo'p, Hozirgi qanaqa paytda. holatda ulaymiz uni? Ketma-ket. Chet orqali.
Hop, kim ulab ko'rgan oranglarda? Set orqali men ulab ko'rganman. Ikkita Men kompyuter, ulaganman, ustoz. o'nta kompyuterda ulaganman. Yo'q, aytmoqchi bo'lganim to'g'ridan to'g'ri. Setsizmi? Da. Setsiz anaqa orqali ulab ko'rgan. Да, Bilaman, я bilaman. соединял так компьютеры. Hozirgi texnologiyada hech o'lib ko'rmaganman. Просто сетевым кабелем с одного компьютера на другой я соединял, да. HDMI kabel orqali ulab ko'rganman. Yo, HDMI emas, сетевой кабель, сетевой. Setivoy kabel tashqarida to'g'ridan to'g'ri deyapti dominamiz. To'g'ridan to'g'ri setivoysiz deyapti. Yo'q, masalan, ikkita kompyuter o'zini hech qanaqa Apoylar мы делали раньше. Server orqali IP manzilini kiritish bilan bo'ladi bu narsa. To'g'ridan to'g'ri bog'lashga bo'ladi. Hop, yo'q, dasturiy tomoniga o'tib ketib qolmaymiz, shoshmanglar. Dasturiy tomoniga o'tib ketib qolmaylik. Kabelni o'zida ulanishda qanaqa farq bo'ladi? Masalan, to'g'ridan to'g'ri ikkita kompyuter ulash yoki kompyuter bilan qurilma, ya'ni hab yoki switch orqali ulashda. Когда через свитчер или сервер, они через сервер соединяются, там маршрутизатор, два компьютера. И там вот эти все процессы он контролирует и регулирует сам сервер. А когда просто два компьютера между собой, там на одном будет сетевая карта, ну, на каждом будет сетевая карта, и две сетевые карты между собой соединяются. Не, я имел в виду, знаете, вот со стороны вот кабеля. Как мы кабель подключаем? Как мы это сортируем, так говоря? Ну, кабель, если он исходит из сервера, допустим, в первую очередь, с сервера получается на маршрутизатор, либо же в сетевую карту напрямую. А если вы имеете в виду разновидности кабеля, то 8-пиновый стандартный, либо же оптоволокно, которое сейчас новое делается. Нет, давайте я еще уточню вопрос. Есть Да, такой вот. термин, PC to PC, PC to hub. Это компьютер к компьютеру и компьютер к этому хабу, да? Да, когда мы вот подключаем UTP кабель, у них будет разница, когда мы вот коннектор будем это делать? Когда в коннектор будем подключать? Нет, я не видел разницы никакой. Разница бывает. Потому что вот для имеете в интереса- виду по количеству жил, что ли? Нет, не количество, а как расположены они. На самом коннекторе, да? Чередование этих? Там, Да, вот зеленых. когда вот там же 4 пары, 4, Да, да. ну, 4 пары, да, 4, как-то по-другому их еще называют, витая пара, по-моему, да. Вот 4 пары, и они расположены по-разному. Если вы делаете PC to PC, у них расположение другое. Если вы делаете PC to Hub, у них расположение уже другое идет. Нет, таких подробностей я не знаю. Я, честно сказать, готовыми кабелями пользовался, и поэтому таких, нет, честно сказать, не знаю. Ну, для интереса вам надо будет как-то вот это да. посмотреть. Ну, хорошо, вы нам скажите, мы не знаем, да? Не, я Через точно сейчас хабу не... надо, да? Не, я сейчас точно не помню это расположение как. Ага. Но это все можно найти. Ну, то есть они отличаются, да? Да. Если когда Если между компьютерами и в этот хаб, сам сервер. Да, когда вы подключаете к другому компьютеру. Sekuraysiz yozsam deydimi o'shami? Farqi bo'ladi-da, masalan PC to PC deyilganda ikkita kompyuter o'zaro bog'lanishda o'sha kabellarni, ranglarni joylashi boshqacha bo'ladi. PC to hub deydi. Hub bilan kompyuter o'zaro bog'lanish jarayonida o'sha UTP kabellarimizdagi o'sha 8 ta simni joylashuvi boshqacha bo'ladi. Ya'ni ular nima ulashiga qarab boradi. Ketma-ketligi esimda yo'q, hozir Rafiyaga ham so'radilar. Uni ketma-ketligi esimda yo'q. Uni internetdan bir ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Я почему сказал, у меня, извините, пожалуйста, у меня тоже опыт был работы в локальных сетях. Ну, не такой большой, может, поэтому я не застал как бы.
Вам, по-моему, не приходилось, да, подключать Да, прямо два компьютера? нет, прямо два компьютера как раз-таки подключал я. Прямо два компьютера. Потому что там уже как бы было подключено, да? Два компьютера, такую тоже схему делали. С самого хаба приходил кабель интернетный, и другой компьютер не отдельным кабелем задействовали, а с этого основного кабеля. То есть с такой схемой я сталкивался. Но то, что кабели между собой отличаются с компьютера на компьютер и с компьютера на хаб, этих подробностей я, честно сказать, не застал. Ну и мне как бы никто не говорил их. Нет, кабель может, и не нужно одинаковый. было. Просто расположение в них. Не, ну да, панель жил. подключение, способ, ну там, чередование этих жил, там, как они идут, оно разное, да? Ну, Rosa bizdeki kadar ko'p mana. так нас изучали. Если вдруг сейчас новая технология не вышла, как-то не изменилось вот это все. Но Мгм. когда мы учились, нас так изучали. Давайте вернемся на слайду. Слайдga qaytamiz. Да, Qo'shimcha продолжим, а ma'lumot то sifatida мы ko'rishimiz kerak edi. отвлеклись, извиняюсь, отвлеклись. Ne. Tarmoqqa ulangan kompyuterlar va ularga ishlayotgan dasturlar avtomatik ravishda boshqa kompyuterlarning turli resurslarga kirish imkoniyatiga ega bo'lishi kerak. Ushbu resurslarda quyidagilar kiradi, ya'ni periferik qurilmalar, tashqi qurilmalar, disklar, printerlar, ploterlar, skanerlar va boshqalar. Ma'lumotlar operativ qodirada yoki tashqi saqlash qurilmalarida joylashadigan axborot bo'lishi mumkin. Hisoblash quvvati masofadan turib boshqa kompyuterlarda dasturlarni ishga tushirish va foydalanishi mumkin bo'ladi. Xo'p, kompyuterlarga yana bunaqa o'qiyapti. Ammo kompyuterning foydalanuvchi internetdan foydalanish xohlaydi. Nima qilish kerak? Bunday vaziyatda ikkala kompyuter quyidagi qo'shimcha vositalar bilan jihozlanishi kerak bo'ladi. Birinchisi tarmoq interfeysi, ya'ni kompyuterning o'zaro aloqa qilishini ta'minlaydi. Tarmoqning dasturiy ta'minoti printer va boshqa resurslarni umumiy foydalanish uchun sozlash imkonini beradi hamda aloqa kanali, ya'ni ikkala kompyuterni bog'lovchi vosita, masalan kabel yoki simsiz tarmoq bo'lishi mumkin. Xo'p, fizik va mantiqiy interfeyslar. Fizik interfeys bu elektrik bog'lanishlar va signallar xususiyatlarini aniqlovchi ulanish vositasi. U odatda razyom, ya'ni o'sha portlar shaklida bo'lib, turli kontaktlarga ega bo'ladi. Har bir kontakt ma'lum bir vazifani bajaradi. Ya'ni ma'lumotlarni uzatish uchun kontaktlar hamda ma'lumotlarni sinxronizatsiya qilish uchun kontaktlar turlarga bo'lingan ekan. Ana endi mantiqiy interfeys esa, ya'ni o'sha protokollar nazarda tutiladi. Bu ikkita qurilma yoki dastur o'rtasidagi ma'lumotlar almashuvi uchun ishlatiladigan ma'lum formatdagi xabarlar to'plami. Ya'ni qurilmalar yoki dasturlar qanday formatda xabar almashishini aniqlash va ma'lumot almashish jarayonini tartibiy va qoidalarini belgilash. Xo'p, ma'lumot almashinuvi jarayonlari haqida ko'rsatilgan. Ya'ni A kompyuterdagi dastur B kompyuterga dasturning tayyorligini tekshirish uchun so'rov yuboradi. Keyingi xabarda kompyuter va foydalanuvchi identifikator uzatiladi. Agar ma'lumot almashish operatsiyasi to'satdan to'xtatilsa, maxsus kod signal jo'natiladi. Xo'sh, printer hujjat yuborganda faqat matn ishlatilmaydi. Ya'ni printer boshqarish uchun qo'shimcha buyruqlar xizmatdan ham uzatiladi. Ya'ni xizmat xabarlar qanday maqsadda xizmat qiladi? Ya'ni ulanish holatini tekshirish, ma'lumot jo'natilganini tasdiqlash, ma'lumotni o'zgartirish yoki to'xtatish. Print server xizmati to'g'risida gap ketyapti, esladinglarmi? Print server ishlatganmisizlar o'zinglar tashkilotlarda? Qanaqa server do'st? Print server. Tashkilotlarda общий server bo'ladi. Hech orqali ulangan server bo'ladi bitta. Yo'q, o'rtacha qaranglar. Kompyuter soni ko'p, lekin printer bitta bo'ladi. Ya'ni o'shanda o'sha printer tarmoqqa ulangan kompyuter ulanib, ya'ni boshqa kompyuterlar ham o'sha tarmoq orqali o'sha printerga bosmaga ham ma'lumot jo'natishi mumkin bo'ladi. Da. Lokal orqali emasmi? Lokalniy set orqali ketadi. Da, lokal orqali boradi u narsa. Xo'p, keyinchalik mana dasturiy tomoni berilgan ekan va tarmoq uskunasi berilgan ekan.
uni o'zinglar bir ko'rib chiqasizlar. Hop, keyingisida tarmoq arxitekturasi. Demak, tarmoqning qurishning asosiy tamoyillari deyilgan. Demak, buni ichida birinchi ko'rib o'tgan narsamiz tarmoq topologiyasi. Ya'ni yulduz, shina, halqa to'liq bog'langan. Ya'ni mesh deb qo'yibdi. Hop, keyingisida tarmoq protokollari va standartlari TCP/IP, Ethernet hamda Wi-Fi. Keyingisi tarmoq arxitekturasi. Tarmoq arxitekturasi deyilganda, ya'ni boyagi aytganimizdek bitta misol mijoz server modeli, peer to peer, ya'ni barcha kompyuterlar teng huquqli bo'lib biriga xizmat ko'rsatadi hamda bulutli tarmoq arxitekturasi nazarda tutilgan. Hop, ma'lumotni uzatish tamoyillari. Kommunikatsiya usullari deyilibdi, ya'ni ular kanal kommunikatsiyasi, butun kanal faqat bitta bog'lanish uchun ajratiladi hamda paketli kommunikatsiya. Ma'lumot mayda paketlarga bo'linib, turli yo'llar orqali jo'natiladi hamda marshrutlash. Oxirida esa tarmoqni boshqarish, xavfsizlik va monitoring. Demak, asosiy boshqaruv tamoyillari tarmoq trafigini kuzatish, avtomatlashtirilgan boshqaruv, nosozlikni aniqlash va bartaraf etish. Asosiy xavfsizlik tamoyillari esa autentifikatsiya, shifrlash hamda tarmoq segmentatsiya qilish, xavfsizligini oshirish uchun tarmoqni qismlarga ajratish kerak bo'ladi. Xo'sh, bularni qaysi joylarni ko'rgansizlar-ku, qaysi joylar sizlarga begona? Hozir o'chib qoladi mana shu Zoom'imiz, qaytadan yana Telegramdan